Barselona bu sovrinlar, kuboklar haqidagi gap emas. Hansi Flik davridagi Barselona bu natijalar haqida so'ylaydigan klub emas. Bu rostakamiga futbol, estetika, hujumkor futbol, yorqin futbol. Ba'zan natija beradi, ba'zan natija bermaydi. Lekin qiziq tomoni, mana shu Flik kelgandan beri Barselonaning eng zo'r o'yini, eng zo'r o'yinlari qaysi desangiz, ro'yxat tuziladigan bo'lsa, 3 talikka yoki 5 talikka men Inter bilan kechgan uchrashuvni va mana bu o'yinni qo'shaman. Qizig'i, Barselonaning yutqazilgan, musobaqadan chiqib ketgan o'yinlarni bemalol eng zo'r o'yinlar sirasiga qo'shsa bo'ladi. Ya'ni Barselona shunaqa bir xotiralar qoldiradigan klubga aylanyaptiki, Hansi Flik davrida yutqazgan o'yini bilan ham kelajakda bemalol farzandlarimizga shu 10 yil oldingi Barselona haqida gapirib bering deyilsa, ishoning Inter bilan kechgan uchrashuvini va Atletico Madrid bilan kechgan o'yinini eslaydigan darajaga olib chiqyapti. Barselona bu sovrinlar, kuboklar haqidagi gap emas. Sovrin olib keladimi, olib kelmaydimi? Bu Barselona jozibadorligi bilan o'ziga muxlislar to'plab olgan.